Men qayerdaman? Yaxshi. Bu orol menimcha. Orol. Bu suvimizdek ekan lekin. Xo'p, bo'lmasa men shuncha yo'l yurib bitta katta orolga kelib qolibman-a. Vau, quyoshni qarang, juda ham chiroyli. Toshbaqalar ham mana bu yerda o'ynab yuribdi. Suzib yuribdi. Suvga boraman deb qarang. Boqa. Xo'p, biz bu orolda endi survival qilishni boshlaymiz bo'lmasa. Birinchi o'rinda daraxt kesib olishimiz kerak. Ko'proq daraxt kesib olib, keyin har xil uy quramiz. Xo'p, uy chiroyli. Okalar, qaranglar, mana bu terak daraxtimi? Buni kattaligini qaranglar. Bular hozir betdagi daraxtlar juda ham katta ekan. Mana bu terak daraxt. Juda ham u. Maki. Sen bizga keraksan qo'rqcha. Sani bugun kechga KFC qilib yeymiz. Bo'lmasa okalar, biz mana shu yerdan uyni yo'q, orolni o'rtasida uyni quramiz. Chiroyli qilib quramiz, hozir katta qilib. Tomosha qilinglar videoga like bosib, bizdan podpishka qilib o'tirsanglar, juda xursand bo'lardim. Mana daraxt yo'qotish kerak ekan. Tuz qilib ham beryapti bu. Mana bularni olib tashlaymiz. Okey. Mana bittadan qursak bo'laydi. Biz okey, demak mana bu yerdan quraveramiz, farqi yo'q. Mana shu yerdan. Bo'lmasa go. Mana kelar uyni boshlab oldik. Hozir taxta solamiz. Mana taxta. Endi uyni chiroyli qilib yasashni boshlaymiz. O'zimiz stilda yasaymiz. Mana chiroyli qilib. Mana shunaqa uch blok qo'yib. Loy. Yaxshi. Hello. Ne ulmedi bu? Sıkıntısı mı? Ye. Oley. Loy. Canımız juda kam bo'lib qoldi. Xo'p. Mana bu yerga choq qo'yamiz. Mana bu yerga yopamiz. Ama tursin bu. Hop, qaranglar. Endi mana bu yerga to'g'ri ketadi. Okey. Ikkita. Loy, o'tin bor ekan, shunga qirilmadi. Mana shu yerdan qo'yamiz sochni. Mana, taxta tugab qoldi. Hozir taxta olamiz yana. Taxta hozircha VIP hozircha. Bizda mana chotki. Loy borku, adashib ketyapman. Hop, mana endi uyda qurishni davom ettiramiz. Akalar, manadan creeper, skelet keldi. Mana o'ldirib qo'yadim deyman hozir. Creeper. Yaxshi. Creeper portajida qoldi. Yana boyagi joyimiz spam bo'ldi menimcha. Da. Boyagi joyimizga spam bo'ldi akalar. Ertalabgacha bularni o'ldirib chiqish kerak endi. Uyga bora olmaymiz baribir. Loy maki. Yaxshi qum olish kerak hozir. Ana deraza uchun erta qo'yamiz.
Ko'proq qilma olsak. Mana yana loy keldi. Loy ma'lum kelolmasam deb yorib tashlayman shuni. Kirkalarim sindirib yoraman. Xo'p, qumni kesib olamiz tezroq. Akalar orolda bir kun o'tyapti уже. Akalar mana arang-parang ertalab ham tushdi. Endi biz yana uyimizni chiroylilashtirishda, ya'ni qurishni boshlaymiz. Bu uyni oxirigacha hozir yetkazib qo'yamiz. Undan keyin esa g'or topib, toshlar buzib, shunaqa ishlar qilamiz. Hozircha uyimizni tomini quramiz. Xo'p, videoga like bosib qo'yinglar akalar. Bundan ham zo'r videolar chiqadi. Hello. Kommentga yozib qoldiringlar, nima o'ynashimizda horror, parkour, yana nimalardir, Bedwars o'ynab chiqaramiz xudo xolasa. Xo'p. Mana taxtadan olish kerak ko'proq. Cho'q. Xo'p, akalar, endi biza ani topishimiz kerak. G'or, ya'ni shaxta yoki o'zimiz qazib garaj bizga tosh kerak edi. Menimcha mana bu toshlar bizga kerak. Da. Okalar, mana birdaniga ko'mir topdim. Ko'mirni hozir buzib, keyin toshlar buzaman. Toshlar bilan keyin pechka yasaymiz, har xil yana aslahalar yasaymiz. Hop, bo'lmasa boshladik. Akalar, qaranglar qancha ko'mir chiqdi. Voy, bu tugamaydimi deyman. Yo, lozim ochsam ichidan yana ko'mir chiqsa kerak. Ayo. Lekin shuncha ko'mir yo. Qo'yiligi. Buncha ko'mir. Bitta ko'mir topish bandasiga emas. Biz topdik lekin. Men topdim-da. Xo'p. Toshlarni buzib olamiz. Xo'p, akalar, kecham tushib qopti. Endi biz uyimizga qaytib uxlaymiz, bet tayyorlab, ya'ni karvot tayyorlab, mana bularni olib qo'yamiz. Kerak bo'lib qolishi mumkin. Hozircha kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, mana bularni o'rniga qo'yib tashlasa chiroyli bo'lib turadi-da, akalar. Nima deysizlar? Mana. Xo'p. Bo'ldi endi chotki. Xo'p, endi biz hozir birinchi o'rinda bet tayyorlaymiz. Yotoqni qo'yib uxlaymiz. Yotoqda birinchi eshik tayyorlashimiz kerak. Eshik qanday tayyorlanardi? Mana eshik. Vay, qaranglar buni anasi. Ikkita narsani o'zini bitdi. Loy. Yaxshi. Aslahalarni ham berdi, lekin aslahalar chiryapti. Qo'y. Fuck you, baby. Va nihoyat biz uxlaymiz, akalar. Spawn ham qo'yib oldik shaqa. Hop, birdan ertalab bo'ldi. Mana buni toqqa olamiz, zombidan tushganni. Nima qilamiz hozir biz? Mana bu yerda, deraza. Toshdan pechka tayyorlaymiz va deraza tayyorlaymiz, akalar. Pechka, mana pechka. Okey, pechkani mana bu yerga qo'yib,
Pechkaga ko'mirni и mana shuni solib qo'yamiz. Yana bitta pechka kerak. Pechkaga mana solamiz. Ovqat pishiramiz. Buning uchun mana bu ko'mirni olish kerak. 3 tasi. Olinmadi. Qo'yamiz. Endi bu yerda ovqat isib turadi. Biz esa o'zimizga qurol aslaha taxlab olib yana g'orgami boramiz. Xo'p, bizga temir kerak. Shuning uchun g'ordan ichimiz bitta temir topish kerak. Qaranglar, suv bor-ku, suv chelak olish kerak. Water pot nima deyiladi? Mana shunisi kerak. Bo'lmasa bizga keyin sizlarga tushuntiraman. Biz ferma yasaymiz hozir. Ferma quramiz. Buning uchun ham bizga daraxt kerak, mana shu daraxt kerak. Hop, bu daraxtni ozroq buzib olib, keyin bundan bolta yasaymiz. Keyin ferma quramiz. Hayvonlar fermasi o'zi oddiy ferma. O'simliklar har xil pishgan ovqatimizni yeymiz. Yam. Keyin derazani olamiz. Derazani qo'yamiz. Kelar mana. Nito qo'yib yuborsak, keyin buni buzib olib bo'lmaydi. Shu yomon taraf shu. Yo'qolib qoladi, kuyadi desak to'g'ri bo'ladi. Yetarkan menimcha-da. Shunchagina yetib ortadan qolar ekan, mana tepaga qo'yib yuboramiz. Qolgan sandiqda turadi. Bo'ldi, kerak emas. Ko'mir turaversin. Sandiq ham yasab qo'yamiz har hollarda. Kerak bo'lib qoladi. Qani sandiq? Xo'p, akalar, bo'lmasa hozir biza fakel olamiz hozirroq. 8 ta fakel olib pastga tushamiz. Ya'ni ana temir topish uchun pastga tushamiz. Xo'p, fakel mana buni qiyasalaydi. Mana 8 ta yetarli. Bo'lmasa ketdi pastga. Eshik yopib, eshik ochib qo'ydim. Ketdi bo'lmasa. Go. Voy, akalar, nima bo'lgan aytsam. Qaranglar, mana bu chuqurni pastida juda baland bitta g'or bor ekan. Shundan tushib ketdim yana yerda. Qani yana bir marta. Yaxshi, jonimiz to'lib olsin. Yana bir marta tushamiz. Bu nima edi? Qiziq emas. Yaxshi. Voy, akalar, jon qolmayapti-yu. Tusholamizmi degan savol ham bor. Tusholmasligimiz katta ehtimol. Voy, jonim yarim. Tushib ketadi meni. Akalar, mana g'orga tushdik. Va birdaniga bizani ko'rib qoldi skelet. Biz skelet daf qilamiz hozir. Yo'qolay. Ikkita ekan bo'ldi, taslima. Mana bularni kesib ol tezroq. Qochish kerak ba'dan. Loy. Okalar, mana yana bir amallab tushib oldik. Endi bularni tez qochib tashlash kerak, faqat tezroq. Okey, yaxshi. Yana topish kerak boshqa. Mana skeletlarga qolmasdan tez topish kerak, okalar. Keyin bu 3 tagina temir ham yetadi. Endi hech qaysi odam 3 ta temirga to'ymasa kerak, bunday katta g'orda. Shunaqa bo'ldi.
Masalan, sizlar ma'lumotni qo'yib qo'yaylik o'zi. Mana yana bitta kema temir. Biz olamiz. Boshqa yo'q ekan. Siz. Hop, bu nima? Bu temir emas. Da fakel qo'yib olaylik. Ayla temir tepada ekan. Yaxshi. Ochiq. Okey, biz olamiz. Yana temir. Bo'ldi qolmadi. 4 ta 5 ta bo'lib qoldi. Mana bu qat chiqish kerak-da. Xo'p, mana bu nima? Shu yerda buzib kiraylikchi nima bor ekan? Suv. Suv ekanmi? Yaxshi. Bu juda zo'r. Judayam. Ikkala kimsasiz kimsasiz joyiga kelib qoldik. Mana bu nima? Ko'mirmi? Ko'mir deb umid qilaman. Ko'mir ekan. Biz olamiz hozir bo'lsa ham. Ko'mir bizga hozircha TNT. Kerak bo'lib qoladi. Buni ichida nimalar bor ekan? Oltin ham bor. İşte yo'q. Wow, temir. Yaxshi. Temir biz olamiz. Judayam qiziq bet. Hech survival qilganda mana bunday joylarga kelib qolmagandim. Okey, mana bu wow. Mana nima? Nima bu? Bilasizmi? Nimadir boshqacha. Mana buni olish kerak edi. Hop, buni olmadik. Sandiqda nima bor? Okey, yetadi. Xo'p, mana. Mana buni ham olish kerak. Eng yaxshisi agar hozir o'lsak, narsalarimiz biza bilan qolar akalar. Shunisi juda ham yaxshi. Xo'p. Mana bu yerda nima bor ekan? Qiziqman. Nima pish nima yo'q ekan? Ortimizga qaytamiz. Hoppa. Oh my god, buni nima edi? Mana keyinroq olamiz. Diamond! Akalar diamond! Lo'li yo'qoylar. Diamond topgan paytim keldi bilan. Ay, yo'qolib. Hozir o'lib qolaman. Yo. Diamond to'la kim? Diamond. Yaxshi. Bitta o'lay. Yaxshi bo'ldi, o'luraman. Okey, o'ldim. Yaxshi. Akalar, mana bizada 4 ta diamond bor, bu juda ham zo'r. Xo'p akalar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalga obuna bo'linglar va like tugmachasini bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bu videoning ikkinchi qismi yaqinda chiqadi. Ikkinchi qismida biz mana bunaqa almazlar va ferma quramiz. Ferma. Xo'p, 20 ta like, 10 ta like bo'lsa, buning ikkinchi qismi chiqadi. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar, videoga like bosinglar. Короче, xayr akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.